Yerga o'tirib tursangiz yoki yursangiz oyog'ingiz ushlab qolmaydi, blokka tushib qolmaydimi? Qattiq bo'lib qoladi. Sekin-sekin o'ynab ochib yuborasiz. Sekin Silab ochib yuborasiz. silab ochib olib keyin yurib ketaman. Shu necha marta bo'ladi kuniga? Probalaringiz yaxshi. Hozir qattiq og'riq bo'lyapti, to'g'ri? Shu oyoq og'riyapti, shunday. Shunday. Pastga qarab beryapti. O'ynab og'riydi, ha. Albat bor. Keyin tizza. Aha. Ichari oqsoq qiynalib, yurib keyin yurib ketaman. Belingizni tekshirishdimi yaxshilab? Belingiz. Belingizda umurtqani sal siljishi bor edi, o'shani aytishdimi? Ha, aytdi o'shani. U ham oyoqqa beradi-da. Yurgizmaydi, uzoq yurgizmaydi. Ha. Qattiq o'tirib olgingiz kelaveradi-da unda. Ha. Mana haqida bunga belga belbog' taqib turasiz. Sababi mana umurtqa ezilgan joy bor-da, yursangiz o'tirib olgingiz kelgizadi, oyog'ingiz quvvatini olib qo'yadi. Birov bilan tikka turib gaplashsangiz, uzoq vaqt o'tirib olgingiz kelaveradi. Shunaqa shikoyatlaringiz bormi? Ha, uyushadimi? Uyushadimi oyoq? Uncha ushlaydi, kam uyushadi. Mana shu o'tirgan holatda ham bel tolib ketib, yotib olgingiz kelmaydimi? Ha, yotib olib keladi. Bo'ladimi? Ha. Shularni aytdingiz-ku turgan. Ha, aytdim. Mani nima bas ekan dedi. Men bitta nerv qisilish bor-da, shuning uchun. Nerv umurtqa siljishi bor-da. Dori yozib bergan. Ha, ko'rdim. Hozir men unga o'zim doполнительный qo'shimchasini yozdim. Bu tizza nima talab etdi? Sizda shamollashlar bor ekanda. Bu o'ngini ko'ring-chi, mana o'ngi bir yirtiluvdi. Hozir bu chap U ekan. oprakadan nechani oluvdi? O'tganmi-da? Mana bor ekan. Pay yirtilgan ekan. Bor ekanmi? Mana ko'ring deydi, tubi Men yaxshi bo'lib ketgandir. Ehtiyot uni ham nima qildirib. menisk ildizidan uzilib tashqariga chiqib qolganda. Ha. Yonida shamollash tuyg'ulari, sinovit, bursit. Mana menisk tashqariga chiqib qolgan. O'ngga? Ha, o'ngga oyog'ingiz. Ichki tomonni, tashqi tomonni meniski joyida turibdi. Chizib qo'yapman-da, işte bu osonroq tushunish. Mana pay yirtilishi mana chiqib qolgan tashqariga. Yursangiz ushlab qolmaydimi oyog'ingiz? Qatib qolmaydimi? Mana sichcha nima bo'lyapti chapa. Mana o'ng oyog'ingiz bor-ku? Ha, Yerga o'tirib tursangiz yoki yursangiz oyog'ingiz ushlab qolmaydimi? Blokka tushib qolmaydimi? Qattiq bo'lib qoladi. Keyin sekin-sekin o'ynab ochib yuborasiz. Sekin Silab ochib yuborasiz. Silab ochib olib keyin yurib ketaman. Shu necha marta bo'ladi kuniga? Bo'ladi, 2-3 marta bo'ladi, o'tirib turgan. Bir kunda? Ha. 2-3 marta bo'ladi. O'tirib turayotganda bo'ladi-da. Ham ko'p shu qayib deb uchun qarab o'tirmadilar. Chap oyog'ingizda ham shamollash ko'p ekan. Chap oyog'ingizda ham bor ekan. Shamollash bo'g'imda o'zida ko'p ekan. Sal ishgan joylari bor ham. Ha, bo'g'imda o'zi mana ichlarida mana tizzani qoppog'i, ustida ham suv bor ekanda, ichlarida bor ekan. Buni endi pardasi u o'ngizga nisbatan yaxshi ekan buniki. Lekin bunda ham qanaqadir travma olganmisiz, bu bo'g'imda ichida tuzlar ko'chgan joyi bor ekan. Travmada bo'lganmi, yiqilganmisiz, tuz ko'chgan ekan. Jarohat bor ekanda. Chapida ham bor ekan. O'tirib turganda qirs qilgan edi. Chapingizda ham bor ekan. Chapda ham bor. Chap og'riyapti, yaxshiroq og'riyotgani chap. Yaxshi. Hozirgi bu sal svejroq ekanda bunda o'zgarish. Men hozir o'zim tomonni lichinasini qo'shimcha qilib beraman shamollashingizga. Lekin bu ichidagi deformatsion o'zgarishlar bu ortopedический muammo. Mana meniskda chiqib ketishi, ichlari o'yilib qolishi ortopedический. Keyinchalik ortopedga bir ko'rinib qoladi. Mana sizlarda yomon o'zgarish yo'q, remoproblemash, faqat vitamin D kam xolos. Kalsiy so'riltiradigan vitamin D kam. Oldingidan yaxshi bo'libdi lekin. Oldin 5 ga tushgan ekan, hozir 14 bo'libdi. 30 bo'ladi normasi. Ikkita narsa qo'shib qo'ydim. Keyingi safar ortopedga bir ko'rinib qolasizlar. Farg'onada o'tirasizlar? Farg'onada. Mana ruchkada yozib qo'ydim.